Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi navbatdagi mavzumiz kesuvchi vatarlar bilan tanishib chiqamiz. Kesuvchi vatarlar bilan oraliq misollar 1241 bilan 72 orasidagi misollar ekan. Mavzu davomida sizlar bilan bugun ko'rib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, biz master geometriya kitobi bo'yicha misollar ishlayapmiz. Mana shu kitob bo'yicha misol masalalarni ishlab, repetitorga yoki qo'shimcha o'z mustaqil shug'ullanayotgan do'stlaringiz bo'lsa, hozirgi ko'rayotgan darsligingizni jo'natib qo'ying. Biz hozir 51 mavzudamiz, ya'ni ketma-ketligi bo'yicha mavzularimiz o'zi oxirlab qoldi, kitob yakunlab qo'yapmiz. Bemalol qo'shimcha material sifatida darsdan keyin o'rgangan narsasini takrorlash va esdan chiqqan narsalarni o'rganib olish uchun va qiynalgan joyini o'rganib olish uchun mana shu materiallardan foydalanib o'rganib olsa bo'ladi. Bundan oldingi barcha darslarimiz master matematika, ya'ni master matematika kanalimizda master geometriya playlistiga kirsangiz, shu kitobda obloshkasi bo'yicha ketma-ket holatda darsliklar yuklangan. Bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Biz boshladik. Xo'p, tayyormiz, hurmatli o'quvchilar? Kesuvchi vatarlar bilan tanishamiz. Tepada kichkinagina qoida berib o'tgan, bitta o'qib tanishib o'tamiz. Aylananing AB va CD vatarlari O nuqtada kesishsa, quyidagi holat ular uchun o'rinli deb turib tanishtirib o'tgan. Qarang. Ya'ni aylanada nechta bizda vatar o'tkazilyapti? Ikkita. Vatar o'tkazildi. Vatar degani mana bu ikkita aylanani ikki chetini tutashtiruvchi to'g'ri chiziqlar edi. To'g'rimi? Yodimizda bor-a? O'tgan darsdagi. Yodimizda bor. Endi mana bu A dan B gacha kelgan bitta vatar, mana bu C dan D gacha kelgan bitta vatar. Doskaga qaranglar. O'rtada qayerda tutashyapti? O nuqtada tutashyapti. Bu nol emas, O nuqta. Demak, A, B vatar va C, D vatar. O nuqtada nima qildi? Tutashdi. Mana bu, ya'ni A dan O gacha bo'lgan masofani ko'paytmasi, A dan O gacha bo'lgan masofani O dan B gacha bo'lgan masofaga ko'paytirganim, D dan O gacha bo'lgan masofani O dan C gacha bo'lgan masofaga ko'paytirganimga teng. Ya'ni vatarda xuddi shunaqa xossasi bor. Tushundingmi? Qaytaraman. A dan O gacha bo'lgan masofani O dan B gacha bo'lgan masofaga ko'paytirganim, D dan O gacha bo'lgan masofani O dan C gacha bo'lgan masofaga ko'paytirganimga nima ekan? Teng bo'ladi ekan. Ya'ni mana shu tenglik doim nima? O'rinli. Tushundingmi? Misollarda ishlatib ketamiz. Ketdik. 1241 misolga qaraymiz. Xo'p, bu yerda chizma berilgan. Qaranglar, bemalol tushuna olamiz, qiyin bo'lmaydi. Mana bu chizmadan ikkita vatar o'tkazilgan. Mana bu qismi 2, pastki qismi x, bu tarafi 5, mana bu tarafi 2,5. So'rayapti. X ni top deyapti shu yerda. Nechaga teng deyapti? 2 ni nimaga ko'paytmasi? X ga ko'paytmasi, 5 ni nimaga ko'paytmasi bo'ladi? 2,5 ga ko'paytmasi bo'ladi. Tushundingmi? 5 ni 2,5 ga ko'paytirsak necha bo'lardi? 10, 2,5 mi? 12,5 da 2 ga bo'lsak 6,25 chiqadi. Demak, javob 6,25 ekan. Oddiymi? 6,25 B kaliti turibdi. Savol yo'q, bolalar. Ketdik. Keyingisida yana bittasini ishlab ko'ramiz. Qarang. 1242-misolda ham bitta ishlab ko'rishga harakat qilamiz. Xuddi shunaqa chizma, bir xil qolipda berilgan. Mana bu yerdan bu yergacha ikkita bitta vatar o'tkazilgan. Mana bu ham x, bu ham x. Bu tarafi 9 ga teng, mana bunisi 16 ga teng. Xossa bo'yicha qanaqa? Demak, O nuqtada kesishamiz ikkalasi. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa x ni davom ettirsam x ga ko'paytmasi 9 ni 16 ga ko'paytmasiga teng. Demak, bu x ning kvadrati bo'ladi. Mana bu 3 ning kvadrati, bu 4 ning kvadrati. Kvadratlar qisqarib ketsa, x nima qoladi? 3 kara 4 qoladimi? Bu bizda 12 degani. Mana shu pastki qism ko'rinyaptimi? Dostkamizda. Qara, mana shu pastki qism yozuvlar ko'rinyapti. Bo'ldi. Demak, ko'paytmasi nechaga teng bo'lar ekan? 2x ning ko'paytmasi 3 kvadrat ko'paytirilgan 4 kvadrat bo'lsa, hisoblagan vaqtimiz 12 chiqadi. Tushundingmi? A kalıpda javob turibdi. Savol bormi? Yo'q. Bolalar, tushunyapsizmi? Keyingisi 1244 da. 1244-savolga qaraysizlar bolalar. Aylanada AB va CD vatarlar chizilgan deyapti. Demak, aylana olaman, uni chizaman mana. Aylanada AB vatar, A dan B gacha bitta vatar kelgan. Keyingisi CD vatar degan. C dan D gacha bitta vatar borgan. Va ular O nuqtada kesishadi deyapti. Mana o'rtadagi nuqtasi nima ekan? O nuqtasi. Aytayapti, A dan O gacha 10 detsimetr. A dan O gacha mana bu 10 detsimetr ekan. B dan O gacha 6. B dan O gacha mana bu 6 detsimetr ekan. D dan O gacha 15. D dan O gacha mana bu joyi 15 ekan. Xo'p, O sini so'rayapti. O dan C gacha x so'rayapti. Lekin detsimetrda qanchalik deyapti. Demak, 10 da 6 ga ko'paytiramiz. Boya qoida. Keyingisi necha bo'ladi, Baxtiyor? 15 da x ga ko'paytiramiz. Ikkalasini ko'paytirsak 60 teng 15 ko'paytirilgan x. X topish uchun nima qilaman? 60 15 ga bo'lsam 4 chiqadi. Demak, javob 4 ekan.
Qiyin emasmi? C kalitida turibdi javobi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 45 dan xuddi shunaqa savol o'zlarini qoldiryapman. 1246 damiz. 1246-savolga e'tibor berib ketamiz. Bu yerda aylanaga ABCda to'rtburchak ichki chizilgan deydi. Demak, aylana unga to'rtburchak ichki chizilgan. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta holatda. To'g'rimi? To'rtburchak tegib turishi kerak. Aylanaga ABCda to'rtburchak ichki chizilgan. Demak, ichki chizilgan A bilan B va D bilan C nurlar O nuqtada kesishadi. A bilan B. Qani endi A bilan B? Mana bu A bilan B deylik shuni. A bilan B. Xo'p, va D bilan C nurlar deyapti. D bilan C. Shunaqa desak, O nuqtada kesishadi degan ekan. Bular kesishmaydi hech qanaqa. Mana bu yerdan A bilan B deylik. Mana bu yerda A bilan B bo'lsin, mana bu D bilan C bo'ladi. Mana shu A bilan mana bu joylar A bilan B va D bilan C nurlar O nuqtada kesishadi. Xo'p, mana bundan bitta to'g'risiga o'tkazib ko'raman-da endi. Boshqa yo'lim kelmayapti. Mana shu yerda o'tkazib ko'rsam, O nuqtada kesishadi. Agar AO degan, mana bu AO, mana bu yergacha bo'lgan masofa qanchaga teng? 10 ga teng. Xo'p, BO degan to'r, BO mana bu to'rga teng. Xo'p, DO degan, D dan O gacha bo'lgan masofa 8 bo'lsa, xo'p, OC ni so'ragan. Mana bu X so'ragan. Demak, qolip bo'yicha qanaqa topardim boya? 10 ni 4 ga ko'paytiraman. Teng 8 ni X ga ko'paytiramanmi? Bu tarafni ko'paytirsam 40 teng 8 ko'paytirilgan X. X javob nechma chiqadi? 5 chiqadi. Bu detsimetrda turibdi. Chunki javob detsimetrlarda ketgan hammasi. Bizni santimetrga aylantirish so'ragan. Santimetrga aylantirsak qanchaga teng? 50 santimetrga teng. Javob 50 santimetr bo'ladi. D kalitida turibdi. Ma'nosiga tushunyapsizmi bolalar? Keyingisi 1248. 1248-savolga e'tibor berib ketasizlar. Bu yerda aylana berilgan, mana aylana berilgan va mana shu aylanadan ikkita vatar o'tkazilgan bolalar. Bittasi radiusga yaqinroq joyda o'tibdi bolalar. Mana bu yerda. Mana bu radius. Qaranglar, mana bu to'liq diametr bo'lsa, mana bu radius, markazi aylanani mana bu yerdan ham kesib o'tgan. Endi aytayapti. Mana bu B, mana bu D nuqta degan. Mana bu joyi A nuqta ekan, bu joyi C nuqta ekan va P nuqtada kesishyapti ular. P nuqtada kesishib, mana markazi O nuqta. Endi qaranglar bolalar. Aytayapti, aylanada AB va CD vatarlar chizilgan. AB va CD vatarlar chizilgan. AB va DC nurlar P nuqtada kesishadi. Mana P nuqtada kesib turibdimi ikkalasi? Kesishgan. Agar AP 3 bo'lsa degan, A dan P gacha mana masofa 3 ga teng. Xo'p, C bilan P degan. C bilan P masofa 2 ga teng, mana bu yeri. Xo'p, D bilan O degan. D bilan O masofa 2 ga teng. Qaranglar. Bu yerdan bu yergacha markaz radius-ku, bu yerdan bu yergacha. Bu yoqdan bu yoqqacha ham radius. Bu 2 to'r bo'lsa, demak mana bu ham nechaga teng? 4 ga teng. PC kesmani toping degan. PC qaysi? P bilan sin topaylik. P bilan P kesmani toping. Mana bu yer toping deyapti X ni. Xo'p, aylana markaziga. Bo'ldi, qaranglar. Mana bu joyi bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa qancha? 4 ga 2 ni qo'shsam 6 mi? Demak, 6 ni 2 ga ko'paytmasi, 2 ni 6 ga ko'paytmasi, bu yoqdan x ni nimaga ko'paytmasi bo'ladi? Pastdagi 3 ga ko'paytmasi. Qisqartirib olasizlar bu yoqda. 2 tami? 2 kir 2 4. Demak, 4 teng x ekan. Bizdan shuni so'ragandi, shuni topdik. Qiyin emasmi? C kalitida turibdi. Ya'ni mana bu yerda markazi bo'lgani uchun aylanani bu yerdan bu yergacha 2, bu yoq ham 2 bo'lsa, jami necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Demak, radius 4 bo'lsa, bu yoq ham 4 ekan. 4 ga 4 ni qo'shsam, ya'ni 4 ga 2 ni qo'shsam, mana bu P nuqtagacha bo'lgan masofa kelib chiqadi. Demak, jami qancha? 6 ga teng. Tushundingmi? Doskada qanaqa savol bor, bolalar? Savol yo'q, doskani yozib oldik. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, navbatdagi savollarimizni sizlar bilan davom ettiramiz. 48 ni ko'rdik, to'g'rimi bolalar? 49 ni ko'rdikmi? Ko'rmaymiz 49 ni. 50 deychi, 50 ni ham ko'rmaymiz. Nimaga? Bir xilda ikkalasi. 51 damiz. Rozimisizlar? Ustoz tashab ketdi demanglar-da. 1251 damiz. Nimaga tashab ketaman bilasizlarmi orasida savollarni? Chunki bir xil ham hozir hammasini ishlab tayyor joylab qo'ygan bo'lsak, mana bu bizni kuzatib turgan jigarlar bor-ku, nima qiladi? Ko'chirib oladi-da. Tushunyapsizlarmi? Dars o'tadigan ustozlari bor, ular ham qatnab o'rganadigan qatgadir, ko'chirib oladi. O'shaning uchun orasidan o'xshashlarni ishlaymizda, qolganini tashlaymiz, o'zlariga mustaqil shug'ullanish kerak. Tushundingmi? Biz tayyor shpargalka baza yaratmayapmiz. Nima yaratyapmiz? Darslik qilyapmiz. O'shani mana kuzatuvchilarimiz yaxshilab eshitib olinglar. Biz darslik qilyapmiz. Ya'ni kimdir kommentga yozadi, negativchilar, ustoz hammasini ishlamayapsiz deydi. Hammasini ishlamayapmiz, orasidan tashlab ketamiz. Chunki o'zingiz o'rganishingiz kerak mustaqil.
Tushunyapsizlarmi? Yigitlar, ketdik. 1251. Radiusi 5 sm bo'lgan doiradagi degan, mana qaranglar. Chizamiz buni. Radiusi 5 sm bo'lgan doira degan. Demak, radius qancha ekan? Chekka nuqtasiga bo'lgan masofa 5 ga teng ekan. Radius 5 sm bo'lgan doiradagi 8 sm-lik vatar degan. Doira markazida necha santim uzoqlikda bo'ladi? Mana bu joydagi 5 bo'lsa, bu yog'i nimaga teng? 5 ga teng-da. Chunki bu yog'i ham mana bu. Mana bu yerdan bitta vatar o'tkazib yuborsam, mana shu vatar 8 sm-lik vatar ekan. Demak, bu yog'i 4, bu yog'i 4. Bir xil masofani kesadimi? Endi radius 5 sm doirada 8 sm-lik vatar doira markazini qanday masofa uzoqlikda bo'ladi degan. Mana bu yerda markaziga nisbatan qancha masofada turibdi deb mana bu yerda so'rayapti. X desam, qaranglar. Bu yoqdan bu yoqgacha bo'lgan masofa nima? 5. Demak, mana bu jami qancha bo'ladi? 5 plus x bo'ladi. Chunki 5 plus x bor-da, bu yoqda 5 bor. Endi qaranglar. Tenglama tuzib olsam rozimisizlar? Endi bu yog'i 5 bo'lmaydi, jigarlar. Nima bo'ladi? Mana bu x ni olib tashlasam 5 minus x bo'ladi. Yetib bordimi? Chunki bu yergacha jami 5 edi, x zaynat bo'ldi. Demak 5 minus x bo'ladi. Tushunyapsizmi? Davay ketdik. Ishlaymiz. To'liq mana bu yerda uzunlik qancha? 5 plus x. Bu tarafdagi uzunlik 5 minus malades 5 minus x teng 4 ni nechaga ko'paytiraman? 4 ga ko'paytiraman. Hisoblaymiz. 25 5 kvadratida minus x ning kvadrati teng 16 ga. Bu yoqqa o'tkazib yuborsam 9 teng x kvadrat bo'ladimi? Nimaning kvadrati 9? 3 ning kvadrati. Demak x nechaga teng? 3 ga teng. Mana shu 3 sm diapazonda bo'ladi bu yerda. Mana bu yerda 3 sm uzoqlikda turibdi. Tushundikmi? Qaysi kalitda? A kaliti turibdi. Tushunyapsizlarmi? Ketdik. Keyingisida. Xo'p, 1252. 1252 ni ham ko'raylik, chunki bu savol ham ozgina tushunishimiz kerak. Aylananing ikki kesishuvchi vatarlardan birining uzunligi 32, ikkinchisining kesish nuqtasida masofada bo'ladi. Birinchi vatarning kesmasini aniqlang degan shart qo'yib qo'yibdi. Qaranglar bolalar. Bu ham shunaqa savol ekan. Ikkita vatar kesib o'tgan, mana bitta va ikkita vatar kesib o'tgan. Mana bu O nuqtada kesishyapti. Aytayapti. Aylanada ikkita kesuvchi vatarlardan birining uzunligi 32 ga, ikkinchisi kesilgan nuqtasidan bittasi 12, ikkinchisi 16 ekan. Mana buni x desam, to'liq uzunlik 32 bo'lsa, demak 32 minus x desam rozimisizlar? Birinchi vatarning kesmalarini aniqlang degan shart qo'yib qo'ygan. Qaranglar, qanaqa qilib ishlaymiz? 12 ni nechaga ko'paytiraman? 16 ga ko'paytiraman. Bu yoqdagi x ni nimaga ko'paytiraman? 32 minus x ga. To'g'rimi? Xatma-xat ko'paytiramiz bolalar. Ham bu yoqqa o'tkazib yuboraman. X ning kvadrati minus 32 ta x plus 12 kara 16. Teng nimaga? 0 ga. To'g'rimi? Ikkalasini qo'shsam 28 kelmaydi. Demak, necha kara necha bo'lishi kerak? 24 kara 8. Demak, 24 kara 8. Ko'paytirsam 160 192, mana bu ham 160 192 keladi. Ikkalasining yig'indisi to'g'ri keladi. Demak, mana bu kesmani birinchisi 8 bo'lgan. Mana bu 8 bo'lgan. Mana bu kesmani ikkinchisi 24 bo'lgan. Mana shu ikkalasini qo'shsam to'liq uzunlik 32 ni qaytarib beradi. Yetib bordimi? Demak, masofa 24 ga 8. Qaysi kalitda turibdi? C kalitda turibdi. Tushundikmi bolalar? Xo'p, 53-savol ham xuddi shunaqa. O'zlaringiz tashlab ketaman. Bilasizlar nima uchunligini. Keyingisi 1254-savolni ko'raylikchi. Xo'p, radiusi 13 ga teng bo'lgan doiraning markazidan 5 ga masofada M nuqta olingan degan. Xo'p, radiusi ko'ramiz savolda. Mana radius qancha ekan? 5. Radiusi 54 midi? Ha, radius 5 emas ekan bola, 13 ekan. Radiusi 13. Radiusi 13 ga teng bo'lgan doiraning markazidan 5 sm ga teng masofada M nuqta olingan. Demak, mana bu yerdan M nuqta olindi. Mana bu yer qanchaga? 5 ga teng ekan. Shunda bu 13 bo'lmaydi, 8 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Xo'p, radius 13 ga teng bo'lgan doiraning markazidan 5 sm ga teng masofada M nuqta olingan. M nuqtadan uzunligi 25 ga teng bo'lgan A vatar o'tkazilgan. Mana shu M nuqtadan uzunligi 25 ga teng bo'lgan A bilan B vatar o'tkazildi. Jami uzunligi 25 mi? Mana bu x bo'lsa, bu 25 minus x bo'ladi. Jami 25. M nuqta A B vatarni qanday uzoqlikda joylashgan? M nuqta A B vatardan M nuqta A B vatarni qanday uzoqlikda kesmada ajratadi degan. Ha. Mana bu qanaqa kesmada ajratgan deb turib shart qo'yib qo'ygan ekan. Qaranglar, bu yoqqa qarab yursam, mana bu yerga qarab yursam, bu yer ham 5 mi? Endi mana bu to'liq 5 emas, 13 bo'ladi. Radius 13 ga teng edi-ku. Mana bu to'liq qancha?
13 ga 5 qo'shsam 18. Mana bu yergacha bo'lgan masofani 18 ni nimaga ko'paytiraman? 8 ga. Tepadagi to'liq masofa x ni, pastdagi masofa 25 minus x ga ko'paytiraman. Tushundikmi? O'shani kelib chiqamiz. O'ng tarafga o'tkazib yuborsam, x ning kvadrati minus 25 ta x plus 18 kara 8 teng nimaga? 0 ga. Xo'p, endi 54 da bu 16 bilan 9 olsak, 16 kara 9 desak, ikkalasini qo'shsam 25 bo'ladimi? Bo'ladi. Ikkalasini ko'paytmasi 80 ga 60 144, bu ham 144. Demak, x1 da qiymati 16, x2 ning qiymati 9 bo'lar ekan. Tushundikmi? Mana demak, mana bittasinikini 9, mana bu ikkinchisinikini 16 masofada ikkita kesmaga ajratadi. 16 ga 9 b kalta bor ekan. Tushundik-a? Doskada savol bormi? Yozib oldik. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz. 1255. Chizmasini chizib oldik. Endi davom ettirib ketamiz. Radius 6 ga teng bo'lgan aylanada nuqtadan uning diametriga tushirgan perpendikulyar. Radius 6 ga teng bo'lgan aylana bitta perpendikulyar tushirdik. Tushirilgan perpendikulyar diametrini 1/3 nisbatida bo'ladi degan. Demak, mana bu joydan mana bu joygacha bo'lgan 3x, mana bu joy x ekan. Qarang. Jami diametri qancha o'zi? 2 ta r ga teng, to'g'rimi? R o'zi 6 ga tengmi? Demak 12 bo'ladi. Mana shu 12 ni 3/1 nisbatda degan uchun 4x ga bo'lgan jami. X necha bo'ladi shunda? 3 bo'ladimi? Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa 3 ekan. Demak 3 bo'lsa 6 ga 3, bu yoq 9 bo'ladi. To'g'rimi? Demak bu yerdan bu yergacha 9, bu yoqqa esa 3 nisbatda bo'lgan. Shunda x ga 3 ta x nisbatda bo'lgan bo'ladi mana 1/3 nisbatda. Xo'p, mana bu tushgan masofalar bir xil, ya'ni bu ham x, bu ham x ga teng. Mana buni x desak, haymaydi. Mana shunga proporsional bu. Shu holatda proporsional. Endi mana shu x demaylikdagi a deylik. Bu ham a bo'ladimi? Bir xil masofada o'rtadan kesib o'tadi-da. Endi bu yerda nima bo'ladi? A ni nimaga ko'paytmasi? A ga ko'paytmasi bu yerdagi 9 ni bu yoqdagi 3 ga ko'paytmasiga teng. A ning kvadrati teng 9 kara 3 bo'lsa 27 mi? 27. A ni chiqarib olsak, ildizdan 9 kara 3 desak, 3 ildiz ostida 3 bo'lib qolar ekan. Demak, javob 3 ildiz ostida 3 ekan. A kalta turibdi. Tushundikmi? Молодец. Keyingisi 1256. 1256-misoldamiz bolalar. Xo'p, aylanani kesuvchi ikki vatar orasidagi burchaklardan biri. Aylanani kesyapti mana. Aylanani kesuvchi ikkita vatar bor. Aylanani kesuvchi ikki vatar orasidagi burchaklardan biri 80 gradus. Mana bu burchak 80 gradus bo'lsa, vertikal burchaklar qoidasi yodlayingda bor-a? Ya'ni vertikal burchaklar qoidasi bo'yicha qarama-qarshi burchaklar nima bo'ladi? O'zaro teng bo'ladi. Demak, mana bu 80 bo'lsa, bu taraf ham 80 gradus. Pastdagi esa qo'shni burchaklar xossasi bo'yicha 100 gradus bo'ladimi? Demak, mana bu tarafi nechiga teng? 100 gradusga teng. Aytyapti, shartini qaranglar. Shu burchakka qo'shni bo'lgan burchaklarning yig'indisini toping. 80 gradusga qo'shni burchak mana bumi? 100 gradus va o'ng tarafdan pastdan esa yana bitta qo'shni gradus qaysi? 100 gradus. Yig'indisi qanchaga teng? 200 gradus. Mana shuni so'rayapti bizdan. Ya'ni 80 gradusga qo'shni bo'lgan burchaklarning yig'indisi. Bu tarafdan bitta 100 gradus qo'shni, bu tarafdan bitta 100 gradus qo'shni. Jami qancha bo'ladi? 200 gradus bilan. Sizga kalta turibdi. Tushundikmi? Mana shu narsalar so'ralyapti. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz 1257-savol bolalar. 1257-savol. Yaxshilab e'tibor beringlar bunga. Xo'p, aylanadi nuqtadan BA vatar degan. Aylanadagi nuqtadan xo'p, BA vatar BC diametri o'tkazildi. Aylana nuqtadan BA vatar degan ekan va BC diametrik o'tkazildi. Demak, mana bu yerdan bitta diametr va nima degan? Xo'p, BA vatar va BC diametrik o'tkazildi. Mana buni BC deymiz. Diametrik degan diametr nazarda tutiladi bu yerda. To'g'rimi? BC diametrik o'tkazildi va BA vatar ekan. Mana bu yerdan bitta vatar o'tib ketibdi mana. BA vatar deylik. Aytyapti, qaranglar. Aynan nuqtadan BA vatar, mana BA vatar va BC diametrik, mana BC diametrik o'tkazildi. Natija BA vatar 46 lik yoyini tiralgan deyapti. BA vatar 46 lik yoyga tiralib turibdi deb so'rayapti. Xo'p, shunda 46 lik yoyga tiralgan degan. Mana bu tarafi 46 lik ekanda.
46lik yoyga tiralgan bo'lsa 46lik. Endi qaranglar. Mana bu jam 180 diametr bo'lganiga yarmida, to'g'rimi? 180 bo'lsa 180 gradusdan bolalar 46lik yoyga tiralgan 46 gradus. Men aytdim 46 ni olib tashlashdan qancha qoladi? 4 134. Malades. 134. Demak 134 gradus bunga qoldi. Mana bu 180 46 ni olib tashlashdan 134. 170 180 bilan shunda mana bu tarafi demak 134 lik ekan. 134 gradus desam, buni 46 gradus deyman. Endi aytyapti, qaranglar. O'tkazilgan vatar va diametr orasida burchak toping. O'tkazilgan vatar va diametr orasida burchak mana bu alfami? O'shani so'raydi. Kecha o'rgatganman. Ixtiyoriy chekka nuqtasidagi markaziy burchak bo'lsa, mana bu markazdagi burchak bo'lsa, mana bu yoyda tutib turgan markazda tutashadigan bo'lsa, o'shani nimasiga teng deb o'rgatdim? Yarmiga teng deb o'rgatdim. Mana bu qancha tutib turibdi bu yerda? 134 gradusni yarmi mana shu orasidagi burchak alfaga teng. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni kecha o'rgangan mavzuimiz bo'yicha mana bu joydagi burchak, ixtiyoriy qaragan burchagimiz mana shu tutib turgan yoyni markaziy burchagini yarmiga teng deb o'rgandik. 134 2 ga bo'lsak 67 mi? Demak alfa qanchaga teng? 67 gradus. 120 134 gradus keladi. Tushundikmi? Demak qanchaga teng ekan? 67 gradus D kaliti turibdi. Savol bormi? Tushunyapsizmi? Tushunyapsiz? Savoling bormi? Tushunyapsizmi? Yaxshi. Savol bo'lsa so'rab olinglar. Endi keyingi mavzuni qismini tanishtirib o'taman, keyin misollarni ishlaymiz. Aylana tashqi sohasidan P nuqtadan aylanaga P urinma o'tkazilsa va bitta kesuvchi o'tkazilsa qanaqa xossalarga ega bo'ladi? Qaranglar. Keyingi qismda tushunchasini berib o'tyapman. Bitta aylana chetki nuqta olindi. Aylanadan bitta chetda P degan ixtiyoriy nuqta turibdi. Mana shundan bitta vatar o'tkazyapman. Qara baxtiyor mana. Vatar o'tkazmamda ketdi vatar. Mana. Vatar emas bu, nima bu? Urinma. Urinma. Mana urinma o'tkazdim. A nuqtada tutashdi. Va bitta kesuvchi o'tkazyapman mana, kesuvchi. Kesuvchi ikkita nuqtada kesib o'tdi. Misol uchun B bilan C nuqtada kesib o'tdi. Aylanaga bitta chetki nuqtadan, tashqaridagi bitta ixtiyoriy nuqtadan oldimda, unga bitta nima o'tkazdim? Urinma. Demak, mana bu urinma. Pastdagisi nima bo'ladi? Kesuvchi. Kesuvchi o'tkazdim. Ikkita holat. Tepada urinma, pastda kesuvchi. Mana shu ikkalasining xossasi qanaqa desa, urinmaning kvadrati, ya'ni PA mi? O'shaning kvadrati teng. Mana bu yerdagi bitta birinchi kelib urilgan nuqtasi P dan B gachami? P dan B ni P ga B ni ko'paytirib, umumiy hammasi nimaga teng? Umumiy uzunligi P dan C gacha. Uzunlik mana P dan C gacha. O'sha P dan C gacha ko'paytmasiga teng. Mana bu urinma bilan kesuvchining xossasi. Tushundikmi? P dan B gacha va P dan C gacha urinmaning xossasi bilan chiqyapmiz. Mana shuni misollarda ishlatib ko'ramiz. Qaranglar, bitta misolni sirazi ko'ramiz. 1258-misol joyida ko'rib ketaylik shu doskamizda. Bitta aylana bor. Aylana bor. Unga chetga A degan urinma nuqtasidan bitta urinma o'tkazildi mana. Bitta urinma o'tkazildi bu yoqqa qarab. Va bitta kesuvchi o'tkazildi mana. Endi kesuvchi mana bu yerda X, bu yerda 6 degan nuqtalarda uzunlikka ega, mana bu joy 4 ekan. Endi qaranglar, mana bu C tochkada urinyapti. Pastdagisi B tochka va mana bu tarafi D tochka ekan. Aytyapti x topib bergin shu yerdan degan. Hozir nima deb o'rgatdim Baxtiyor? 4 ning nimasi? Kvadrati x ni nimaga ko'paytiraman? Jami uzunligi. A dan D gacha bo'lgan masofa x plus 6 bo'ladi. Mana bu yerdagi 4 ning kvadrati x ni jami uzunligi 6 plus x ga ko'paytmasi. Tushunyapsizmi? Xatma-xat ochamiz. X ning kvadrati plus 6 da x nariga o'tkazib olsak minus 16 mi? Teng 0 ga. Bu 8 kara 2 degani. Bizga minus 6 kerak. Demak, minus 8 ga 2. Minus 8 kara 2 minus 16, ikkalasini qo'shib olsa minus 6 keladi. Demak, bizdan x so'ragan. Masofa manfiyga teng bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Demak, bu xato. Mana bu javob 2 degan javob qabul qilinadi ekan. Demak, mana bu uzunlik 2 ga teng. 1258 damiz. 1258 2 degan javob B kalda turibdi ekan. Tushunyapsizmi bolalar? Xo'p, doskada savol bormi? Yo'q. Yozib oldik. Xo'p, navbatdagi savolga o'tyapmiz. Navbatdagi savolga o'tdik. 1259 damiz. 1259-savoldan. Doskaga qarab tur, Baxtiyor, Dilshod akalarga. Xo'p, 59 da A nuqtadan aylanaga A bir urinma. Demak, aylanani chizamiz. Tashqarida bitta A nuqta bor mana bu yerda. A nuqta turibdi.
aytyapti A nuqtadan aylanaga AB urinma. Demak, mana bu yerdan borib aylanaga tegib o'tdi. Bu B nuqtada tegib o'tyapti. Urinma. Aylanani CD nuqtada desa kesadigan kesuvchi o'tkazilgan. Demak, mana bu CD nuqtada bitta kesib o'tadigan kesuvchi ham o'tgan. Bu yoqqa C qaytyapti, bu yoqqa D ketyapti. CD nuqtada kesuvchilar o'tkazilgan. Agar AB 5 bo'lsa deyapti. Mana masofa 5 ga teng. Xo'p, A bilan D 10 deyapti. A dan D gacha bo'lgan masofa to'liq 10 ga teng. Mana bu x bo'lsa, mana bu 10 minus x bo'ladi-da. Xo'p, AC kesmani top degan. AC kesmani nima deb belgiladim? X deb belgiladim. Demak, o'sha x bizdan so'rayapti. Yetib bordim bolalar. Ishlaymiz, qaranglar. 5 ning kvadrati teng. Mana bu masofa x ko'paytirilgan jami masofaga qanchaga? 10 ga. 5 kvadrati 25 teng x ko'paytirilgan 10. Shu yerdan x topishimiz kerakmi? 25 nechiga bo'lamiz? 10 ga bo'lsak, natija 2,5. Demak, o'sha masofa mana bu nechiga teng? 2,5 ga teng ekan. Buni yarim ekanda. 2,5 C kalta turibdi. Tushundikmi? 59, 60 dan xuddi shunaqa misollar o'xshaydi. Tashlab o'tyapmiz o'zlaringga. 61 damiz. Xo'p, 1261-misolga o'tdik bolalar. 61 da B nuqtadan aylanaga BA urinma degan. Demak, xuddi shunaqa chizma holatini chizib olamiz. B nuqtadan deyapti mana. B nuqtadan. Xo'p, aylanaga BA urinma. Demak, urinma tegib o'tdi va o'sha teggan joy A ga teng ekan. BA urinma va kesuvchi o'tkazilgan. Kesuvchi aylanani C nuqtada kesib o'tadi. Mana kesib o'tdi. Bittasi C tochkada, ikkinchisi D tochkada kesib o'tyapti. Tushunyapsiz-a? Agar deyapti B dan D gacha to'liq uzunlik 54 bo'lsa, B dan C gacha 24 bo'lsa deyapti. To'liq uzunlik 54 bo'lsa, 24 olib tasang qancha qoladi? 30. To'liq masofa mana 54 ga teng. AB kesmani top degan. Mana buni so'rayapti bizdan. X deb olsam, formulamiz x ning kvadrati teng. Nimaning kvadrati? 24 ni ko'paytiraman. Jami uzunligi qancha? 54 ga. Tushundikmi? Yaxshi. Mana bu joy bilan bu joydan ildiz chiqarib olishim kerak. Xo'p, buni 8 kara 3 desam, mana buni 9 kara 6 deymanmi? 9 kara 6 54 ga teng. Endi 8 dan 4 kara 2 deyman. Mana bu joy nechi? Ko'paytirilgan 3. 9 esa 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 kara 3 bo'ladimi? Ildiz chiqaryapman mana bundan. X da o'zini chiqarib olyapman ildiz qilib. 4 dan 2 chiqib ketadi. 2 ta 2 dan nima ketadi? Bitta 2 ketadi. Xo'p, 3 kvadratidan 3 chiqadi va mana 2 ta 3 dan ham bitta 3 chiqib ketadi. Shunda natija 4 kara 9. Natija 36 ga teng. Demak, mana masofa 36 ga teng ekan. 36 degan kalta bormi? D kalta turibdi. Tushunyapsizmi? Savol yo'qmi? Yaxshi bolalar. Shunaqa savollar ketyapti. Ketma-ket. Yana bitta ko'raylik qani. Xo'p, 1262-savolni ko'rib o'tamiz qani. Nima so'rayapti ekan bizdan? 62. Aylanani tashqarida P nuqtadan degan. Demak, aylana chizaman. Undan tashqarida bitta P nuqta olishim kerak. Aylanani tashqarisida P nuqtadan PA urinma. Demak, bitta urinma o'tkazaman. Mana bu A nuqtada kesib o'tdi. Mana. PA urinma A nuqtada kesib o'tyapti. Aylan tashqarida P nuqtadan aylanga P urinma o'tkazilgan. O'tkazdik. P va A aylananing markazidan tutashtiruvchi kesma aylanani B nuqtada kesib o'tadi. Xo'p, nima degan? P va P deyapti va aylanani A nuqtasini tutashtiruvchi kesma aylanani B nuqtada kesib o'tadi. Mana bu yerdan bu yergacha A, ya umuman o'zi mana bu A nuqta. Bu yoqgacha nima ketadi? B nuqta ekan. Qaranglar shartini. P va aylananing A markazini tutashtiruvchi kesma, mana bu kesma, kesmani B nuqtada kesib o'tadi. P va P aylananing A markazini tutashtiruvchi kesma aylanani B nuqtada kesib o'tadi. Mana bu B nuqtada kesib o'tar ekan. Mana bu joy B ekan bolalar. Mana bu joy B ekan. Tushundikmi? Mana bu kesib o'tgan masofasi B ga teng ekan. A markazidan kesib o'tdi-da va kesib o'tgan paytda B ni o'zidan kesib o'tyapti. Xo'p, kesib o'tadi. PA 4 ekan. Mana bu masofa 4. Xo'p, PB 2 ekan. P dan B gacha bo'lgan masofa 2 ekan. So'ragan narsasini qaranglar. Aylananing radiusi so'ralgan. Mana bu yerdagi x deb olsam bo'ladimi? O'sha chunki P dan A gacha bo'lgan masofa aylananing radiusi bo'ladi, x. Endi eng qizig'i bu yog'i ham bir xilmi?
x ga tengda. To'g'rimi? Chunki radius bu yoqdagacha x bo'lsa, bu yoq ham x bo'ladi. Endi qaranglar. Nima bo'ladi? 4 ning kvadrati bo'ladi. 4 ning kvadrati bo'ladi, teng bo'ladi. Mana bu yerda masofa 2 ni jamiga ko'paytmasi. Jami qancha? 2 plus 2x bo'ladi-da. To'g'rimi? Mana bu yerda ham x bor, bu yerda ham x bor. Jami 2x bo'ladi. Demak, 4 ni 2 plus 2x ga ko'paytmasi. Mana bu ikkalasidan 2 ni chiqarib yuborsam, bolalar, mana bu 2 bilan nima bo'ladi? 4. Bu yerda 1 plus x qolib ketadimi? Ko'rinyapmi shu joy? Ko'rinmayapti. Ozgina ko'rinmayapti. O'chiramiz, jigarlar. Qaranglar, pastdan, mana bu joydan, ikkalasidan 2 ni olib chiqib ketayotsam, bunga ko'paytirib yuborsam 4, 1 plus x bo'ladimi? Teng nimaga? 4 ning kvadratiga. Bittasi bilan ketsa, 4 teng 1 plus x ga. X javob necha ekan? 3 ekan. Demak, radius mana bu yermida x deb belgiladik-ku. Demak, nechaga teng? 3 ga teng. Xo'p, 3 degan javob 62 da A kaliti turibdi ekan. Xo'p, shunaqa holatda 62 dan keyin pastdagilar ko'rish uchun ozroq joyimiz yetmaydi ekan. Doskada savol bormi? Yo'q. Yozib oldik. Xo'p, navbatdagi savollarni ko'ramiz. 1263 damiz. Qaranglar diqqat bilan. Endi qisman chizmalarni chizib oldik bolalar, chunki vaqtimizni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun biz boshladik. 60 da. Aylanadan tashqaridagi nuqtadan ungacha bo'lgan eng qisqa masofa 2. Aylanadan tashqari nuqta mana bu. Aylanagacha bo'lgan eng qisqa masofa nechaga teng? 2 ga teng. Urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa 6 mana. Urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa mana bu yergacha bo'lgan masofa 6 ga teng. Aylana radiusi so'ralgan ekan bolalar. Radius teng so'roq. Qaranglar. Mana bu yerdan hozir bu yergacha bo'lgan masofani ham, bu yergacha bo'lgan masofa ham radius, bu yoq ham radiusmi? To'g'rimi? Boya o'rgatdim. Mana bu joyda 6 ning nimasi? Kvadrati teng. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa 2. Jami masofaga ko'paytiraman deb o'rgatdimmi? Jami masofa 2, bu yoqda 2 ta radius. Demak 2r bo'ladi-da. Bundan 2 chiqarsam, bu necha bo'lib qoladi? 4 bo'ladi. Demak 4 kara 1 plus r bo'ladimi? 2 chiqib bunga ko'paydi. Mana bu esa 36 degan 6 ning kvadrati. Qisqartirib yuboraman. 9 tami? 9 teng 1 plus r ga. Demak r nechaga teng? Bu yoqqa o'tkazib yuborsam 8 bo'ladi-da bolalar. Uxlamanglar, 8 bo'ladi. Demak r nechaga teng ekan? 8 ga teng. 63 da 8 degan javob D kaliti turibdi. Tushundikmi? Xo'p, keyingisiga o'tdik. 64 da. Aylanadan tashqaridagi nuqtadan aylanaga uzunligi 12 bo'lgan urinma va uzunligi 24 bo'lgan eng katta kesuvchi o'tkazildi. Aylana tashqari nuqtadan mana bu yerdan aylanaga uzunligi bo'lgan urinma, mana urinma o'tkazildi 12 ga teng bo'lgan va eng katta degan kesuvchi o'tkazildi. Eng katta kesuvchi qayerdan o'tadi deb o'rgatganman. Markazdan o'tadi. Markazdan o'tsa bu yergacha bo'lgan radius, bu yergacha bo'lgan radius bo'lib qoladimi? Xo'p, va u eng katta kesuvchining uzunligi 24 ekan. Demak, mana masofa nimaga teng bo'ladi? 24 minus 2r bo'ladi-da, chunki jami 24. Bu yer radius, bu yer radius bo'lsa, 24 minus 2r bo'ladi. Tushundikmi? 2r ni mana bunaqa yozay. Bu bunaqa radius qilib qo'yaylik bularni bolalar. Rozimisizlar? Xohlasanglar katta r qilib ishlasanglar ham bir xil narsa. Yerga teng. Berilgan nuqtadan aylanagacha bo'lgan masofani toping. Berilgan nuqta mana bu, aylanagacha bo'lgan masofa mana bu. Demak, mana buni so'rayapti ekan. 24 minus 2r degan ekan. Bizdan shu 24 minus 2r ning qiymati qancha deb so'ragan. Tushundikmi? Demak, mana bu 12 ning kvadrati teng. Bu yergacha bo'lgan masofa 24 minus 2r mi? O'shani nimaga ko'paytiraman? Jamiga ko'paytiraman. Jami qancha? 24. Malades. Jami 24. Demak 24 ko'paytirib olishim kerak. 24 bilan buni qisqartirib olsam bo'ladimi bittasini? Necha qolib ketadi? 2 qoladi. To'g'rimi? 2 bo'lsa, bu yoqqa bo'lishga o'tkazsam 6 bo'ladimi? Mana bu bitta qisqartirib yubordim. 2 bo'lib qoldi. 12 ni 2 bo'lsam 6 bo'ladi. 24 minus 2 ta r bo'ladi. Demak, mana bu narsa nimaga teng ekan? 6 ga teng ekan bolalar. Xo'p, 1264 da 24 minus 2 rimiz demak nechaga teng bo'lib qoldi? 6 ga teng bo'lib qoldi. Javobini topishimiz kerak bolalar. 64 da qani 6 degan javob? 6 degan javob D kaliti bor ekan. Tushunyapsizlarmi? Savol yo'qmi? 65 da. Navbatdagi savol. Markazi O nuqtada bo'lgan aylanaga A nuqtadan AB urinma o'tkazildi. Markazi O nuqtada bo'lgan aylanaga AB urinma o'tkazildi va urinmani o'tkazgandan keyin AB degan xo'p AB 10 ga teng ekan. OA degani 25, mana OA jami qancha ekan mana shu yerda? 26 ekan.
26. Demak, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa 26. Mana bu yerda r desam, radius-ku bu yerdan bu yergacha. Bu nima bo'ladi? 26 minus r bo'ladi-da. Chunki jami 26, radius bu yerda egallagan bo'lsa, mana bu yer 26 minus r qoldi. Tushundikmi? Xo'p, davom ettiryapmiz. Aylananing uzunligini so'ragan. Aylana uzunligi nima bizda? L mi? Bu qanaqa topilardi? 2 ta pi r orqali topardik, to'g'rimi? Xo'p, bu yoqqacha bo'lgan masofa ham nimaga teng? Radiusga teng. Tushunyapsiz-a? Xo'p, ko'pchilik o'quvchilarimiz so'rashi mumkin. Nimaga o'quvchilaringiz gapirmayapti, ustoz? Bu mavzular o'tyapsiz, tushunyaptimi o'zinglar deyishi mumkin. Biz ularga aytib o'tamiz. Bu o'quvchilarimiz hali bu mavzularni geometriyani boshlamagan o'quvchilarimiz. To'g'rimi? Hali kichkina, bittasi 6-sinf, bittasi 7-sinf. Endi 6 bilan 7 ga o'tgan, 5-6-sinf bitirib 6-7 ga o'tyapti. Biz bulardan operator sifatida foydalanyapmiz, to'g'rimi? Yaxshi. Shuni aytib o'taylik, chunki ko'pchilikda fikr paydo bo'lib qoladi-da, ustoz nimaga bu o'tyapti, bu o'quvchilar tushunmayapti, ha deb o'tiradi deyishi mumkin-da. Shundaga, yaxshi, ketdik. Qaranglar, davom ettiryapmiz bolalar. Harakat qilinglar, tushunishga, lekin oddiy narsa. Tushundingmi? Oddiy hisob kitobda iborat xolos. Demak, 10 ning kvadrati deb olamanmi? 10 ning kvadrati teng. Mana bu yergacha bo'lgan masofa nima? 26 minus r da, o'rgatdim-ku. 26 minus r ni to'liq uzunlikka ko'paytirib yuboraman. To'liq uzunlik bu yerdan bu yergacha nima edi? Boya 26 edi. Endi bu yog'i ham r bor qo'shiladi-da. Shunda 26 plus r bo'lib qoladi, bolalar. Tushunyapsizlarmi? Mana qaranglar. Bu yerdan bu yergacha 26 edi, plus ya'ni radius qo'shilyapti. Shuning uchun 26 plus r bo'lib qoldi. Tushunyapsizmi? Yaxshi. 10 ning kvadrati 100 teng. Mana bu 26 ning kvadrati minus r ning kvadrati bo'ladimi? Tushunyapsizlar-a? Bu yoqqa o'tkazib yuborsam, r ning kvadrati teng 26 ning kvadrati minus 10 ning kvadrati bo'lib qoladi. Bu 26 minus 10 degani, ikkinchi qavsdachi 26 plus 10 degani. Tushunyapsizlar bolalar? Mana bu narsa 16 ga teng, bu narsa 36 ga teng. 16 4 ning kvadrat bo'lsa, radius topayotgan vaqtimda bundan 4 chiqadi. Mana bu 36 esa 6 ning kvadrati, to'g'rimi? Demak, natija 24 ekan. Bu 24 mana bu yerdagi radiusda, aylanan radiusi 24 ga teng. Bizda nimani so'ragan? Uzunligini so'ragan. Uzunligini topishim uchun 2 ta pi ko'paytirilgan r dan foydalanaman. R ni o'rniga nechta qo'yaman? 24 qo'yaman. Ko'paytiraman. 2 kere 24 48 ta pi. Demak, javob 48 ta pi chiqadi. Yetib bordimi? Zo'r. Qaytaraman, qaranglar. A dan O gacha bo'lgan masofa 26. Demak, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa radius. Demak, bu yoq ham radius bo'ladi. Mana bu qismi esa 26 ning radiusni ayirganimga teng. Demak, 26 dan 10 ning kvadrati teng 26 minus r. Bu taraf nima bo'ladi desa, bu yerdan bu yergacha 26 bo'lsa, plus bitta radius qo'shilyapti-da, 26 plus r bo'lib qoldi. Bu yoq hisob kitob. Tushundingmi? Xo'p, nechinchi savol edi? 65 mi? Aylananing uzunligi qancha degan savol javoblarda kamchiligi bor. Aslida aylananing uzunligi qancha pi ga teng deyish kerak edi. 48 ta pi deb javob berardik. Shunda d kalit to'g'ri kelardi. Tushundingmi? Pi qolib ketgan, lekin umumiy mohiyati to'g'ri tashkillashtirilgan. Doskada qanaqa savol bor? Savol ham yozib oldik. Xo'p, navbatdagi mavzuni, misollarni ko'rishni boshladik, hurmatli o'quvchilar. Xo'p, diqqat bilan qaraymiz. Doskaga qarab turinglar, harakat qilinglar, bor kuchlar bilan tushunishga. Xudo xolisa o'rganib ketasizlar. Mana bu aylanamiz. Aylanamizdan bitta urinma o'tkazyapman. Qaranglar mana. Aylanadan bitta nima o'tkazyapman ekan, nomi urinma o'tkazyapman. Mana shu urinma aylananing markazidan urinmagacha bo'lgan masofa nimaga teng? Radiusga teng va u 90 gradus burchak ostida boradi. 90 gradus burchak ostida boradigan perpendikulyar boradi demoqchiman. Tushundingmi? 90 gradus burchak ostida boradi va mana bu yerda 90 graduslik burchak ostida urinmaga nima qilar ekan? Boradi ekan. Xo'p, bizdan so'rashi mumkin har xil holat. Endi mana bu yerda qanaqadir b, mana buni a desak, mana bu b dan a gacha bo'lgan masofa yoki mana bu yerda ham qanaqadir masofa bo'lib turib, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa nima deydi? Bu Pifagorga tushib ketaveradi. Tushundingmi? Ya'ni Pifagordan qanaqa o'rganganmiz? Mana bu yerda x, mana bu joyda s deb olsam, mana bu joyi b. Katetlarning kvadrati, ya'ni x ning kvadrati plus mana bu yerdagi katet b ning kvadrati teng umumiy nimaning kvadratiga? S ning kvadratiga. Ya'ni nimani aytmoqchiman bu yerda? To'g'ri burchakli uchburchakni o'tganmiz-ku, ya'ni katetlarning kvadrati gipotenuzning kvadratiga teng katetlar kvadrati yig'indisi deb turib. Xuddi shu qoidalar hammasi bu narsaga tushaveradi. Tushundingmi? Misol uchun, mana bunaqa narsa, qaranglar. Aylanadan bitta vatar o'tkazib yubordimda. Mana shu vatar markazdagi radiusgacha
va mana bu yerdagi radiusgacha. Mana bu ham radius bizda va markazdan turibdi. To'g'rimi? Mana shu radiuslarga degan, misol uchun AB vatarni, mana bu o'tkazilgan AB vatarni sizlardan uzunligini so'rab qolgan bo'lsa. AB vatarni uzunligi qancha deydigan bo'lsa, bitta to'g'ri chiziq o'tkazsanglar mana bu yerda. Bu nima perpendikulyar boradimi? D masofa deb olsanglar, xuddi mana buni ichida, mana buni to'g'ri burchakli uchburchakdan foydalanib, katet, mana bu katet, bu gipotenuz deb mana bu yerda topib olsanglar bo'ladi. Keyin, bu ham xuddi shunaqa. Mana bu ham katet deb mana gipotenuzdan topib olsanglar bo'ladi. Ya'ni to'g'ri burchak uchburchak qoidasi shu yerda ishlab beradi. Tushundingmi? Demak, qanaqa ishlaydi? Qaranglar. Misol uchun A dan B gacha bo'lgan masofani topishim uchun mana bu r ning kvadratidan nimani ayirib tashlayman? D ning kvadratini ayirib tashlasam javobi chiqadi. Qayerdan kelib qoldi bu formula deb so'ramaysizlarmi? So'rash kerak. A dan B gacha bo'lgan masofani yarmimi mana bu? AB taqsim 2 ning qavsida nimasi? Kvadrati. Mana bu uchun topyapman. Mana bu qism uchun topyapman. Chunki bu to'liq AB bo'lsa, bu AB taqsim 2 ga tengda. Mana bu yerda katetning kvadrati, gipotenuzaning kvadrati r ning kvadratidan mana bu katetning kvadrati d ning kvadratini ayirib tashlashim kerak. Va nima qilib qo'yishimiz kerak? Mana bu AB ning kvadrati bo'lsa, taqsim necha? Qaranglar, mana shuni o'rga boshqacharoq qilamiz. Shuni bitta ildiz olsam-da bolalar. Bu yoqqa nima ketadi? Ildiz ketadi. Bu qisqarib ketsa, AB taqsim 2 qoladi. Teng ildiz ostida r ning kvadrati minus d ning kvadrati. Ya'ni mana bu masofa, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa AB taqsim 2 mana bunga teng ekan. AB taqsim 2 teng. Tushunyapsizlarmi? Endi qaranglar, AB taqsim 2nikini AB taqsim 2 mi? To'g'ri. AB taqsim 2, ya'ni 2 ga ko'paytirib olsa 2 karrali bo'lib ketadimi? 2 karrali bo'ladi. Bizda AB ni o'zi shunga teng degan qonuniyatimiz bo'yicha tushyapti hammasi joyida? Tushyapti. Xo'p, xulosa nima bo'ladi? Mana bu chiqargan masofalaring r ning kvadrati minus d ning kvadrati borki, chiqargan masofalaring. R ning kvadrat minus d ning kvadrat. Mana bu yerda r ning kvadrat minus d ning kvadrat turibdimi? Mana shu masofani o'zi AB taqsim 2 ga teng. AB taqsim 2 degani mana bu AB taqsim 2 ga teng. Endi xo'p, to'liq masofani topish uchun 2 ga nima qilish kerak ekan? Ko'paytirib yuborish kerak bo'ladi ekan. Xo'p, shuni chiqib ketsak chiqadi. Endi misollarni boshlasak bo'lar ekan. Xo'p, menimcha hammasi. Xullas kalom to'g'ri burchak uchburchak qoidasi ishlaydi. Boshqa gap yo'q. Oxirdagi to'liq uzunligini topishlaring uchun mana buni to'liq 2 ga ko'paytirib olasizlar bo'ldi. Tushundikmi? Xo'p, boshladik bo'lmasa misollarni. Xo'p. Mana bu AB bo'lmaydi-da, bo'lmasa AB taqsim 2 bo'lishi kerak edi. AB taqsim 2 bo'lishi kerak, chunki o'zimiz pastda isbotladik shuni. AB taqsim 2 mana masofa bunga teng, to'liq uzunlikni topishni 2 ga ko'paytirib olish kerak. Mana bu yerda ikkisi bilan kelar ekan demak. Xo'p, misollarda ko'rdik. 1266 ga qaradik. Xo'p, D bilan R radiusli aylananing markazidan L to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofani qanchaligini toping degan. Masofani qanchaligini toping deb shart qo'ygan ekan. L to'g'ri chiziqni qanchaligini topishimiz kerak. Qaranglar, aylana bor bolalar. Aylanani mana bu markazidan bu yergacha bo'lgan masofa radius, bu yergacha bo'lgan masofa ham radius. Mana bu yerdan bitta vatar o'tkazilgan, vatarning uzunligi L ga teng. Mana shuni so'rayapti va bu masofa D. Endi aytgan, radius 5 degan. Mana bu radiusni 5 ga teng deb bergan. Bu radiusda nimaga teng bo'ladi? 5 ga teng bo'ladi. Mana bu D esa 3 ga teng ekan. Mana shuni to'g'ri burchakli uchburchak deb shuni olib olsam-da, mana bunday holatda turibdi. Bittasini uzunligini topyapman. Mana bu tarafi 5 ga teng, katetimiz mana bu joy 3 ga teng. Demak, mana bu qism bordi, mana bu yarmi. Nechiga teng? 4 ga tengda. 3 4 5 qoidasi bo'yicha 4 ga teng. Demak, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa 4, pastdagi masofa ham 4 bo'ladimi? Shunda jam uzunlik qancha bo'ladi? 2 ta 4 da. Demak, qanchaga teng? 8 ga teng. Mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofa 4 ga teng. Bu nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan masofa ham 4 ga teng. Demak, jam uzunlik 8 ga teng. Bizda mana shuni so'rayapti. 2 kere 4 8 ga teng. D kaltdan chiqadi. Tushundikmi? Savol bormi? Demak, mana bu yerdagi holat ham shu, ya'ni r ning kvadratidan d ning kvadratini ayirsam AB taqsim 2 chiqadi. Yana bitta r ning kvadratidan d ning kvadratini ayirsam AB taqsim 2 chiqadi. Demak, mana bu yerdagidan ikkitasi to'liq AB ga teng bo'ladi. Mana bu yerda o'xshaydi. Tushundingmi? Demak, AB ni o'zi nimaga teng ekan? Yozib ketay shu yerdan. AB ni o'zi 2 karra ildiz ostida nimaga teng? R ning kvadrat minus D ning kvadratiga teng ekan.
Chunki biz bu holatni to'liq isbotlab xo'p, ko'rdik. Savol yo'qmi? Davom ettiryapman. 1267 ni ham ko'raylik, yana bittasini yaxshiroq tushunishimiz uchun. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunaqa bitta aylana bor. Bu nuqtadan bu nuqtagacha bizda oxirigacha bormasin, vatar o'tkazilgan. Xo'p, vatarda uzunligi L deyilgan. Mana bu masofa radiusga teng, bu masofa ham radiusga teng. Mana bu nuqtalar. Endi qaranglar. Xo'p, bizda radius 2 ekan bolalar. Mana bu 2 ga teng, bu masofa ham 2 ga teng. D 1.6 ekan. Mana bu 1.6 ga teng ekan. Mana bu D edi bizda. Mana masofa 1.6 ga teng. Tushundikmi? Xo'p, L ni qanchaligini so'rayapti. Xuddi shunaqa qoida, mana bunaqa. To'g'ri burchakli uchburchak turibdi oldimizda. Demak, mana bu joyi bizda 1.6 ga teng, bu taraf 2 ga teng. Mana buni so'rash kerak bizdan. So'rayapti aniqroq aytgan. To'g'ri burchak uchburchak bo'yicha. Xo'p, mana bu 4 kere 4 bo'lsa, 4 kere 5, bu 3 kere 4, 1 2 bo'ladi. 4 kere 4, 5 kere 4, 3 kere 4, to'g'ri. Demak 1 2. Mana masofa shunda yarmi qanchaga teng ekan? 1 2 ga teng. Bizda shundan nechta bor? 2 ta bor. Demak, L da o'zi 2 kere 1 2 bo'ladi. Jami qancha bo'ladi shunda? 2,4 bo'ladi. 2,4 A kalta turibdi ekan. Ma'nosini tushunyapsizlarmi? Shunaqa narsalar haqida sizlardan so'rayapti. Xo'p, keyingi holatda 69, 70, 71larda gradus haqida gap ketgan bolalar. 69, 70 degan aniqrog'i. Keyin 72 ni xuddi shunday gradus bo'yicha ketgan. Ya'ni mana buni muntazam uchburchak holati bo'yicha bo'lishi mumkin. Vatar o'ziga teng bo'lgan holatda radius bo'lsa, bu ham radius bo'lsa, muntazam uchburchakdan ichi 60 ga teng. Ya'ni graduslarni ichidan topib chiqishlar kerak bo'ladi. Unda qiynalmaysizlar. To'g'rimi Dilshod? To'g'rimi? Baxtiyor tushunyapsanmi? Bitta misolni ko'rib o'tishimiz kerak qo'shimcha. Xo'p, uni ham hozir ko'rib o'tamiz. Doskada savol yo'q? Yozib oldik. Xo'p, navbatdagi bitta misolimiz bor, shuni ko'rib o'tamiz sizlar bilan. 1271-misolni ko'raylik. Qolganlarini xudo xolasa ishlab ketaverasizlar. Xo'p, sharti bo'yicha o'qiyman, qaranglar. Vatar degan radius 8 ga teng bo'lgan aylan 1 ga teng bo'lgan ikkita yoyga ajratadi. Xo'p, teng bo'lmagan ikkita yoyga ajratadi. Mana bu yerdan mn vatar o'tgan. Bitta vatar o'tkazdim. Mana bu vatarni uchi m, bunisiniki n ekan. mn vatar radius 8 ga teng bo'lgan aylanani 1 ga teng bo'lmagan ikkita yoyga ajratadi. Demak, radius degani uchun mana markazdan bu yergacha bo'lgan masofa ham 8, bu markazdan bu yergacha bo'lgan masofa ham qanchaga teng bo'ladi? 8, chunki radius ikkalasi 1 ga teng. Ikkita 1 ga teng bo'lmagan yoyga ajratdik. Mana tepasidagi yoy uzunligi bilan pastdagi yoy uzunligi 1 ga teng emas. Mana tepasidagi bilan pastdagi 1 ga teng emas bo'lgan holatda ajratdi. Bu vatar kichik yoyning ixtiyoriy nuqtasidan 120 gradusli burchak ostida ko'rinadi. Bu vatar deyapti. Bu vatar kichik yoyning ixtiyoriy nuqtasidan. Bu vatar, mana vatar kichik yoy mana buni o'shaning ixtiyoriy nuqtasidan 120 gradusli burchak ostida ko'rinadi. Demak, 120 gradusli burchak ostida ko'rinadigan mana markaziy burchak qancha ekan? 120 gradus ekan. Chunki agar bu tarafda bo'lganda 60 bo'lardi. Buni yarmi bo'lar markaziy burchak. Lekin markaziy burchakka tutashgani uchun radiuslari bu 120 holatda ko'rinadigan bo'lsa, demak markaz ham 120 bo'ladi. Agar pastdagi holatda bo'lganda bu 60 bo'lgan bo'lardi burchagi. Demak, bizda markaz bilan tutashyapti. Radius orasidagi burchak 120 ekan. M ni vatarning uzunligi. Demak, mana vatarning uzunligini so'rayapti. Ya'ni M ni vatarning uzunligi qanchaga teng deb bizdan savol so'ragan. Tushunarlimi? Nimaga o'xshayapti bolalar? Kosinuslar teoremasiga o'xshayapti. Ikkita tomon orasida burchak bor, asosini topishim kerak. Demak, m ning kvadrati teng bo'ladi 8 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan orasidagi burchak kosinus 120 gradus. Kosinus 120 gradus degani sinus 30 gradus 1/2 bo'lsa, bu 1/2 ga teng. Mana bu yerdagi minus bilan bu minus nima bo'lib ketadi? Plus bo'ladi. 1/2 bilan 2 ham qisqarib ketadi. Shunda natija 8 ning kvadrati qoladi. Plus bu yerda ham 8 ning kvadrati qoladi. Plus 8 kira 8, yana bu yerda 8 ning kvadrati qoladimi? Jami nechta? 3 ta 8 ning kvadrati bor ekan. Tushunarlimi? Demak, m ni topishim kerak. Buning kvadrati teng 3 ta 8 ning kvadratiga. Demak, m ni ikki tarafini ildiz olamanmi? Ildiz olsam m ni chiqadi teng 8 da ildiz 8 kvadrati nima chiqadi? 8 chiqadimi? Ko'paytirilgan mana bu yerda 3 qolib ketadi. Demak, 8 ildiz 3 ekan. Demak, m ning kvadrati bo'lgan ikki taraf qisqarib m uni o'zi chiqadi. Mana bu joyda ildiz bilan qisqarib ketsa nima chiqadi? 8, bu ildiz 3 qoladi. Demak, 8 ildiz ostida
3 ga teng ekan. Mana bu m ning uzunligi. M ni vatarning uzunligi 8/3 ga teng ekan. Xo'p, 1271-misol. 1271-misol 8/3 d kaliti turibdi ekan. Tushundingmi Dilshod? D kaliti turibdi ekan. 8/3 to'g'ri yozdik, bo'ldi. Xo'p, 1272 ta misol bor ekan. 1272 gacha ekan, aniqroq aytganda biz 71 gacha ko'rdik. Boya aytgan graduslarni mustaqil ishlab chiqishlaring kerak. Qolganlari xudo xolasa to'liq ko'rib o'tdik. Xo'p, doskada savol bormi? Yo'q, tushundik. Demak, hurmatli o'quvchilar, bugungi mana shu vatarlar va kesuvchi haqidagi urinma haqidagi mavzularimiz shu yerda yakun qilamiz. Qolgan misollarni mustaqil o'zingiz ishlab qo'yishingiz talab etiladi. Bu videoni Master Geometry kitobi bo'yicha mavzular ketma-ket ishlayotgan va geometriyani noldan o'rganayotgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Qiynalayotgan savollaringiz bo'lsa, shu geometriyadan chiqmagan savollaringiz bo'lsa, mana shu kitobimiz yoki qaysi kitobdan bo'lishidan qat'iy nazar qiynalayotgan misollaringiz bo'lsa, Telegramdan Master Matematika deb yozsangiz kanalimiz chiqadi yoki shu videoni opisiyaniyasida qoldirib o'taman. Bemalol o'tib qiynalgan savolingizni so'rab qo'shimcha o'rganib olsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Paka-paka.